faoliyatim 1981-yil avgust oyida Quva tumani 1-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida dastlab tarbiyachi, keyin esa tarbiyachi metodist vazifasida boshladim va bugungi kunga qadar shu tashkilotda ishlab kelyapman. Men o'z ish faoliyatim davomida yoshlarga o'z bilimlarimni berish uchun astoydil harakat qildim. Bu qilgan mehnatlarim davlatimiz prezidenti tomonidan yuksak mukofot, shuhrat medali bilan taqdirlandim. Men bundan juda ham mamnunman. Men hech qachon bunaqa medal olaman deb kutmagan edim. Bu menga shunaqangi kuch, shunaqangi g'ayrat, shijoat bag'ishladiki, men endi o'z ish faoliyatimni davomiyman, ya'ni ishlayman degan xulosaga keldim. Chunki meni hali qiladigan ishlarim maktabgacha ta'lim tashkilotida ko'p ekan. O'z shogirdlarimga, o'sib kelayotgan yosh avlodga o'z bilimlarimni o'rgatishga astoydil harakat qilaman. Davlatimiz rahbarlariga, maktabgacha ta'limga berilgan e'tibor, maktabgacha ta'lim tashkilotining xodimlariga berilgan e'tibor uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman.